Eng ko'rgan Camry 45 larda ichida bitta yana asali keldi akam. Turishini qarang bu mashinani. 2011-yil qancha buncha 2020-yilga inomarkaz ham buni holatda turmaydi-da akam. O yiltirlab turishini qora svet hozir Qirg'izistonda уже rekka trendga chiqyapti. Hamma ko'p odamlar qora minishga o'tishdi akalar. Qora svet o'zi deriskiy va o'ta xarakterli mashina hisoblanadi. 2011 45 Camry'da 2.5 benzini va $12.800 va живой состоянияda. Usti shunchalik holatda bitta polirovka qilib qo'yish kerak farini. Uzun заводской diskasi letniy balonlarda endi ichini ko'rasiz. İchini olma ko'rganingizda yoqadi sizga. Aniq yoqadi. Beskulchovoy. Vau, ichini qarang. Asal. Bu go'zal bu salonda. Afshkalarni qarang, elektropaket, seri, koja seri salon, poshi sidin, nakitkali chexollar, lyuklar qaralgan, zervanli rul, zervanli akoprintlarda avtomati bilan 910 klimat kontrollari. Vay. Ichlarni ham 3D poli, taylariga ham yengil, ksenon chiroqlardan qo'yib qo'yib, ichlarni bitta ko'ring. Va mana shuni olishmabdi. Mayli. 45 kuzovda $12.800 sodalash yo'llari, probegi 165.000 probegda saloni ham, mashinaning usti ham shunga соответствовать qiladi. XLE komplektasi 11-yilgi Camry 45 da 12.800 ga 165.000 probegligini. Shoshilamiz, narx kelishib olamiz.